Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar hammanglar bugun klientimiz uyuna geldik. Kichkina obyektimiz. Bu yerda kanalizatsiya turba bu yandan ketib turadi. Buni podezga chiqarib berdik, alohida qildik buni kanalizatsiyasini. Avvalgisini zagushka bo'ladi. Bu yerda muammo. Kanalizatsiya turba devorning ichidan ko'milgan. Stikri geometrik qilinmagan, suv oqqan. Shuning hisobiga demontaj ishlari bo'lib turibdi. Sizlar ham tavsiya qilib qolaman. Kanalizatsiya turbalarni iloji boricha devor ichida qoldirmanglar. Bu yerda tem bo'li bu kuxnya, oshxona bo'lgandan keyin oshxonada yog' diqilishi ko'p bo'ladi. Masofa chekin uzun bo'lgan sayin sekin diqilish bo'ladi. Hozir podezdan o'tganimizni ko'rsatib o'tamiz hozir. Xudo xolasa kanalizatsiya turba chiqdi. Bu yerdan akkuratniy do'shdik. Keyingi navbatda beton ham do'shdik. Beton do'sh xizmatlarimiz ham bor. Turbani do'shib turib akkuratniy klip soladilar, mahkamlab. Podezdan tushirganimiz sababi vertikal turba diqilishi kam bo'ladi. Bu ham uklon ko'proq berildi. Shunga ahamiyat qarshilaringizni so'rayman. Bu yerda kanalizatsiya tozalagan reviziyalarni ham qo'yib o'tdik. Agar bu yerda diqilish bo'lsa, ochiq turib, keyin usta trosdan diqib tozalash bemalol mumkin. Shunday xizmatlar bo'lsa, xudo xolasa Santech proyekt jamoamiz hamisha xizmatda. Murojaat qilishlaringiz mumkin. Rahmat kattaga.